Anlatış programımızda anlaşılanlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda yazgıcı Ferhat Ceylan'ın Şinjan Halk Neşriyatı tarafından neşr kılıngan İdikut Yıldızı namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Onu Nayman hükümdarı Tayan Xan'a tunuşturdu ve özüge yardımcı betikçi kılıp aldı. Toxtamış Tata Toğağa asalı özleşip ketdi. Tata Toğa'nın eğir besiq tabiiydi. Illiq chiroyi ve mehribonligidan onun yuragi suv ichgandek bo'ladi. U Tata Toğa'nın Tarlan ismlik yosh bir shogirdi bilan sirdosh do'stlardan bo'lib qoldi. Bu yigit ustozi Tata Toğaga yordamlashib betikchilik ve tilmochlik qiladi. Lekin Toyanxonning o'g'li Kuchlik ismlik qomatlik yigit nima uchundir To'xtamishni o'ziga yaqin yo'latmaydi. Odatdagi chog'larda onunga gap qilmaydi. Gap qilishga to'g'ri kelsa, to'ng tegadi. To'xtamishni hatto Tata To'ng'ani ko'zga ilmagandek qiliqlarni qiladi. Tarlan ko'ngilchak va sodiq do'st bo'lib chiqdi. U To'xtamishga Naymonlarning til shevilarini va turmush odatlarini o'rgatdi. To'xtamish uningga beshidan o'tgan kechirmishlarni so'zlab berdi. Ba'zida ular may ichishib, uzoq kechalarda mo'ngdishib qoladi. Ana shundaq may ichishib o'ltirgan kunlarning birida To'xtamish Tarlandan Tata To'ng'a, Tayanxon va Xonzoda Kuchlik haqida so'zlab berishni so'radi. Tata To'ng'a asli Bashpaliq shahridan chiqqan. U hozir Nayman xonligining tamg'isini tutib, xonning buyruq yorlig'ini yozadi. U yana iqtisod ishlaridagi kirim chiqim hisobotini tutadi. Barliq ochliq ombirini shu boshqurdi. Demak, Tata To'ng'a Tayanxonning ishonchisiga erishgan ekanda. So'rdi To'xtamish. Shundaq. Tayanxon Tata To'ng'aning iqtidorliq baxshi deb qadrlaydi. Xonliqning cho'ng kichik ishlarini bartaraf qilishda uning maslahatini anglaydi. Tayanxon haqiqatan dilkash xon ekan. U menga iltifot ko'rsatib, yaxshi muomalada bo'lyotdi. To'xtamishning so'zi oyoqlashmay turib, Kigiz uyning sirtida ot tuyoqlarining do'pirlashlari anglandi. Uyingga mehmon keldi bo'lg'ay, dedi Tarlan. Darvaqa Kigiz uy eshigining yopiqi qayrilib, ishga odam kirib keldi. Ularning har ikkisi ufchisiga gullik tovar tashliq qunduz chuva. Boshlariga maxmal bilan qoplangan bulg'un tumoq kiyishgan bo'lib, bir qarashda ularning esilzodaligi ko'rinib turadi. To'xtamish bilan Tarlan darhol qo'pib mehmonlarga salom berdi. Qut bo'lsin, dastig'onga marhamat qilg'aysizlar, dedi To'xtamish qo'l ishorasi bilan go'sht va may qo'yilgan shirani ko'rsatdi. Qut bo'lsin ulug'larim, dedi Tarlan adab bilan egilib turg'unicha. Ikki mehmon takallufsiz kelib, Kigiz ustiga selingan qo'y terilariga o'ltirishdi. Ularning biri egiz bo'yliq kelishgan yigit Toyxonning o'g'li Kuchlik edi. To'xtamish uni taniydi. Lekin bo'yi pakarroq, diqmoq kelgan yopma qapoq mehmonni uning tunji qitim ko'rishi edi. Kuchlik o'zining bu hamrohini qo'li bilan ko'rsatib tunishtirdi. Bu mening yaqin birodarim, Mong'ollarning atoqli sardori Jamuqa bo'ladi. To'xtamish sal ajablangandek bo'lib, o'zining yenida o'ltirgan Tarlonga lappida qarab qo'ydi. U bu yerda Mong'ollarning borligini bilmaydi. Shundaq, bu zot muhtaram Jamuqa bo'ladi, dedi Tarlon tasdiqlagan tarzda beshini irg'itib. Ulug'larimning xizmatida bo'lay, dedi To'xtamish sipoyilik bilan qo'l qo'shtirib. Ondan u cho'chaklarga ivriqdan may qo'ydi. Mehmonlar to'g'ralgan go'shtga eg'iz tegib, may qo'yilgan cho'chaklarni qo'llariga oldi. Qish kirib qoldi, kunmi sovib ketdi. Bundaq kunlarda mayga yetadigan ichimlik yo'q, dedi Kuchlik va qo'lidagi cho'chakni bir ko'tirib bo'shatdi. Hammaylar yana ikki cho'chakdan ichishdi. Kuchlik hozirlangan holda kerilib o'ltirib, barmoqlari bilan burutining uchini to'lg'adi. "Man qara To'xtamish, sening qo'choda minib kelgan eting qaltis arg'amoqkan", dedi u. Boyadan beri gap qilmasdan may ichib, go'sht yeb o'ltirgan Jamuqa amdi boshqacha jonlangan holda xitob qildi. "To'g'ri, haqiqiy qora tulpar ekan. Chop tursang uchib ketadigan dahli turadi",
To'xtamish adab yuzisidan ün chiqmay kulimsirab, ikki mehmonga navbat bilan qarab o'ltiradi. Biz sening o'sha qora itingni deb keldik, dedi kuchlik hukmronlarga xos qattiq talaffuz bilan. To'xtamishning kulimsirashlari g'oyib bo'ldi. Ko'zlari yo'g'on echilib, bu Naymon xonzodasining takabburona chiroyiga qarab qoldi. Mening itimni? Shundaq, sening itingni deb keldik. Do'stim Jamuqaning sening itingga ko'zi tushibdi. Mushu qora itingni menga basgan deydi. To'xtamish huduqib qoldi. Bu qora tulparning uning so'g'i qilib o'zi yiroqda qolgan Turkan Oyxon qiz uning ko'z oldiga keldi. U har qitim mushu qora itiga minganda ixtiyorsiz turda o'shu ham notunish, ham eng yaqin tunish bo'lib qolgan oq ko'ngil xon qizni eslab qoladi. Har asliganda ishchining bir yerlari ilib qolgandek tuyuladi. Jimib ketding-ku. Kuchlik uning ro'shan ifodalangan norozilik bilan qaradi. Jamuqa miqada kulib qo'ydi. Otsiz qolmaysan. Sana boshqa ot beray. Az ko'rsang, 2 ot beray. To'xtamish ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib o'tingan ohangda qalbini tushuntirishga tirishdi. Meni nima qildisanglar qilib beray. Qandoq ish qilsanglar jon pedalik bilan o'rindayman. Lekin bu otni so'rab meni xijil qilmasanglar. Bu otni menga bir kishi sovg'a qilgan. Esilzada mehmonlarning qopoqlari turildi. Kim o sana ot sovg'a qilgan? Uning yuzi bizning Jamuqadimmi cho'ngma? To'xtamish nima deyishini va qandoq qilishini bilmay qiyin ahvolda qoldi. U mening nijotkorim. U hozir yurtim qo'chida qoldi. Xonzodam, meni kechirvasangiz, meni tushansiniz. Xonzoda kuchlikning ko'zlari g'azabdan yo'g'on echilib, qon to'lgandek bo'lib ketdi. Hep, xon otamning odimi bo'lib qolsan. Bo'lmaydigan bo'lsa, mening oldimda qandoq gap qilish kerakligini o'rgatib qo'yatdim. Xo'riking bak o'sib ketibdi sening, dedi u tishlarini kirishtirib. Shu gap bilan u o'rnidan keskinlik bilan turdi. Aptidan qarmus yig'ib turgan Jamuqa uningga agashdi. Kuchlik cho'ng-cho'ng qadam tashlab eshik oldiga borgandan keyin kayniga burilib, To'xtamishga miqdaq qadaldi. Bugungi mushu adabsizlikim uchun hamon bir kuni pushaymon deb qolasan. Naymon xonzoda bilan Mo'ng'ul sardori chiqib ketdi. Chatoq bo'ldi, bir chatoq bo'ldi. Xonzoda kuchlikning talabini rad qilmasang bo'ladi. Uning mijozi o'sonroq, otsiga o'xshamaydi, dedi Tarlon xotirjamsizlangan holda To'xtamishga qarab. To'xtamish mo'linib, beshini to'van soldi. Amitabha. Bu yerda bu kun ilishim tas bo'ladigan o'xshamamdi. To'xtamishning ko'ngli parakanda edi. U xuddi muhim bir narsani yo'qotib qo'ygan odamdek delig'ul bo'lib, pat-pat uf tortib yuradigan bo'lib qoldi. U bekor bo'lib qolgan chaqlarda op-oq qor bilan qoplangan cheksiz tog'ga qarab, uzoqcha xiyol surib turib ketadi. Bu yerga kelmasam bo'pti-ku, deydi u ma'yuslangan holda. Undaq deb ketmagan. Mana menmo Idqu tavalligidan kelib, bir obdan yashab ketyapman-ku, deb uningga tasalli beradi yangi do'sti Tarlon. To'xtamish g'amkin holda beshini chayqab qo'ydi. Bu yerga ko'nalmaydi ekanman. Yurtimni sevgandim. Qaytib ketaymikin deyman. Tarlon uni o'z fikriga ko'ndirishga tirishadi. Asta-asta ko'nib qolasan. Yurtingda bir talay balo terib qo'yib, bu yoqqa kelsan. Endi u yoqqa qandoq borasan? Misrislarning qo'chi, bashbaliq taraflarda huquq cho'ng. Endi uning oldiga borsang, o'zingni o'limga tutib bergan bo'lmamsan. Uning ustiga Qoplonbek o'ltirib atgan hiliqi cheriknimi hozir hamma odam sendan ko'rdiganligi aniq. To'xtamish mushlarini tugib, tishlarini kirishtirdi. Men bir qarg'a kelmas laqma ekanman. U sotqin g'olchini haqqoniy jazoga tortaman deb qamlashtirib olmadim. Tarlon To'xtamishning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Undaq dema. Bu dunyoda hamma ishlar o'ngishli bo'lavermaydi. Yengilmaydigan botir yo'q. Idqutxon meni o'z qo'shinida 15 qilib o'rlashtirgan edi. Men Olibariz Tarxonning qo'shinida edim. U ichi qaynab turadigan vijdonli sarkarda. Qaytib berib, shuning bilan ko'rishaymikin deyman. Tarlon bu gapga mo qo'shilmadi. Olibariz seni qora qitallarning qo'ldan qutuldirib qololmaydi.
İki do'st egiz o'sgan shoxli qarag'ayning tuvida turib, Oltoyning hayvatlik va ko'rkam qishliq manzarasini tomosha qilg'ach uzoq paranglashdi. Ko'ngillaridagi boshqalarga osonlikcha aytmaydigan gaplarni deyishdi. Ediqutxon elni safarvar qilib otlanib chiqsa, mushu qariqitan deganlarni qo'lab chiqara olmasmi? Dedi To'xtamish. Bo'lmaydi. Atrofdagi ellarning birimi Ediqutni qo'llamaydi. Tang'otlarmi, Qaraxoniylarmi biz bilan dushmanlashib turibsa? Dedi Tarlon. Naymanlarchi, Nayman xaqoni bilan ittifoqlashqili bo'lmasmi? Bo'lmaydi. Tayanxon garchi biz bilan dushmanlashmagan bo'lsa-mu, Qaraqitonlar bilan yaxshi munosabatda. Shundaq Naymanlar bilan bizning bordi-keldi munosabatimiz quyuq bo'lsa-mu, Tayanxon Gurxonning hayvisidan bak qo'rqudi. Rost aysan. Mubodi qitoncheriklari bu yerga meni izlab kelib qolsa, Naymanlar meni ularga tutib beramo deb ansirab qilyapman. Shundaq ishlarmi bo'lgan? Lekin sen bu yerda Tata To'ng'aning homiyligida turibsan. Tayanxon ko'p ishlarda Tata To'ng'aning so'zini yirmaydi. O'g'o shu, biroq Xonzoda men bilan o'chakishib qoldi-da. Xonzoda degan Amon xonning boshqarishida bo'ladi. Biroq Xonzoda kuchlik hozir Jamuqa bilan til biriktirib, Tayanxonni urush qo'zg'ashga qistavotidi. Bu Jamuqa degan zodi qanday odam? Jamuqa Mong'ollarning ulug'laridan biri. U bultur o'z ulusini tashlab, bu yerga Tayanxondan panoh tilab kelgan edi. U nima uchun Tayanxondan panoh tilaydi? Uzoqdan buyon Mong'ol qabilalari ustunlik talashib, o'zaro urushib kelgan. Eng oxirida Temujin ismli biri hammasini yengib, barliq urug' qabilani birlikka keltiribdi. Bu Jamuqa ana shu Temujin bilan urush qilib tankilalmay, Tayanxondan panoh tilab bu yerga kelgan. U hozir Naymanlar bilan birlashib, shu Temujinni yo'qotish ko'yida yuridi. Tayanxon buningga qo'shilibdimi? Ustozimiz Tata To'ng'a baxshidan anglashimcha, Tayanxon dastlabda qo'shilmabdi ekan. Lekin Xonzoda kuchli Jamuqaning talabiga nihoyat qiziq ekan. To'xtamish Tarlon ismli bu yangi do'sti bilan shu tariqada suhbatlashib yurib, Naymanlarning umumiy ahvolini borgan sari to'liqroq tushundi. Va nazar doirasi kengayib, nurg'un ishlarga bo'lgan ko'z qarashlari yangilandi. Halbuki u qancha o'ylasa-mu, o'zining ko'ngil istaklariga umid beg'ishlug'idek chiqish yo'lini ko'rolmasdan yanala ma'yuslanib yuradi. U o'z yurtiga yana qachon qaytar? U ota uyini Bodruq baxshiga topshirib, musofir bo'lib chiqib ketdi. Endi yana shu ota uyida tinch, xotirjam turmush kechiradigan osoyishlik kunlarmi kelarmi? Turgan oy. U qiz hozir nima ish qilayotgandi? Qoplonbekchi. Tova. İnsanlar dunyosi nimancha murakkab, nimancha sirliq. Misrlarda tabiiy tipas bir g'olchining o'g'li mushundoq odam bo'lib chiqadiganligini kim o'ylagan? Tova. Demak, taqdirimizdan ancha umidsizlanib ketmasakmi bo'lg'idak? Bizda chin insonlar yanala oz emaskan. Men dunyoni, odamlarni texi yetarli tushunib ketolmabdiman. Shu tariqada To'xtamish ba'zida g'eribsinib ko'ngli yerim bo'lsa, ba'zida go'yoki tumonlar ichidan yo'ruq nuqtalarni ko'rib ruhlanadi. Uning Tata To'ng'aga bo'lgan hurmati kundan kunga oshmoqda edi. Bu musbit olim qiyin masalalarga duch kelganda o'zining cho'nqur mulohazalari va mazmunliq bayonlari bilan To'xtamishni, Naymanlarni muqoyil qiladi. Oqsoqolliq Toyxonmu ko'ngilchak qoqan edi. To'xtamish uningga o'zlashib qoldi. Faqat shu qopiqi yomon Xonzoda kuchlikdilla o'zini qochirib yuradi. Jamuqa o'zining Mong'ollari bilan bir tog'ning u tarafidagi qishloqda turayotgan bo'lg'achqa To'xtamish bilan ko'p uchrashmaydi. Qormuzlar erib atyoz kelganda Nayman o'rdisida jadal g'ovg'a ko'tarildi. Xon jamiyatining nupuzliq oqsoqollari Tayanxonning kangri oq kigiz uyga yig'ilib, bas munozaraga tushdi. Oqsoqollarning ko'pchiligi Xonzoda kuchlikning Temujinga hujum qilib, Mong'ol o'lislarini bo'ysundirish tashabbusini qo'llaydi. Tayanxon bo'lsa, ig'ir besiqlik bilan o'zining fikrini dalillab tushuntirishga tirishadi.
Ey danışman oqsoqollarim, botir song'ullarim, aytqininglar durust. Kökte 2 quyosh, 2 oy bo'lsa bo'lmaydi. Yerdimi 2 xaqon bili tursa bo'lmaydi. Temujin hozir xonlik davosini qilib quturayotidi. Lekin bu quturgan cho'l qoplonligi yeniklik bilan chiqilib qo'yib, uning yirtqichli qiliqlaridan zarar tortib qolmaslik uchun puxta tayyorlik qilishimiz, uning yaqinqi ahvolini texmo pishiq egilab ko'rishimiz kerak. Temujin o'z dushmanlarini qilich va o'qning kuchi bilan yo'qlik dunyosiga ravon qildi. Mo'ng'ullarning barliq urug' qabilalari uningga beqindi. Hozir uning ot uloqlari va song'un cheriklari nihoyat ko'p. Qiyni qizib turgan Xonzoda kuchlik toqat qilolmay loqma soldi. Mo'ng'ullarning ko'p qismi bizning jamoa bilan bizga qo'shilgan tursa, Temujinning qo'l ostida nadimi unchalik ko'p odam bo'lsin. Toyanxon yana sabrchanlik bilan tushuntirishga urindi. Ilgari ang cho'ng, ang qudratli hukmdor Karaylarning xaqoni To'g'rilvon xon edi. Omo Temujinning zarbisi ostida vayron bo'lib tugashdi. Markitlarmi hozir tog'-tog', cho'l-cho'l qichib, pitrab yurishidi. Endi Orxun, Selinga, Tug'la atroflarida Temujinga ko'z olaydigan botirlar qolmadi. Toyanxonning yaqin tuqqanlaridan soqol burutlari uchdak oqargan. Qunduz juva so'sar tomoq kiygan yuqori martabalik bir to'ra g'azabdan bo'g'ilib so'zlab ketdi. Ey hurmatli xon, sen bizning xo'jimiz ham yo'lboshchimiz. O Temujin degan past Mo'ng'uldan nimachi qo'rqib ketsan? Suning beshi loy bo'lsa, oyog'imi loy bo'ladi. Sen alning beshi, shunga dodil, jasoratli bo'lishing kerak. Sen shavkatlik, dangdir otangga o'xshamay qilyapsan, juma. Ilgari marhum otang Inoch bilgi xondoyim. Xotinim tehi yosh, men qerib qoldim. Bu toyonni duo tilovat qilib, Tangridan telib olgan edim. Lekin qerig'anda topgan bu o'g'lim bo'lomsiz bir nima bo'lib qoldi. Mendan keyin bu ulusni boshqurib ketalamu deydigan. Tova, mangulik ko'k tangri. Mushu kunlarda ishtlomu g'alati hovlaydigan bo'lib qoldi. O'g'li otsini do'rimaydigan zaman bo'lib qoldi. Ay muhtaram xoqonim, sen qorchiga qo'yib berib, o'g'lashdan boshqa ishga yaramaydi ekansan. Bu gaplarni anglagan Toyanxonning chiroyi o'ngib ketdi. Lekin u o'zini qattiq tutib oldi. Bu ochiq kinoylik so'zlarni o'yimasdan to'kivetgan oqsoqol xon jamiyati ichidagi eng obro'li peshqadam to'rlardan biri edi. Toyanxon kichkidala uni oti o'rnida ko'rib izzatlab kelgan. Xon jamiyatining boshqa a'zolari bu oqsoqol to'rining oldidan udul o'tmaydi. Bu qitimmu kengashga ishtirok qilgan mo'tavarlarning ko'pchiligi uning so'zlariga moyilligini ifodalab o'ltirishadi. Bo'libmi Toyanxonning hurmatga sazovor onasi Gurbasuxon o'g'liga alohida ta'sir ko'rsatdi. Mo'tavar oqsoqollarimizning dono fikrlariga quloq solgan o'g'lim, Temujin degan badbaxt Karaylarning qudratli xoqoni To'g'rilvon xonni o'limga majburladi. Hozir Karaylar, Markitlar, Tatarlar va boshqa urug' toiflar oshi Temujinning qo'l ostiga o'tib ketdi. Endi navbat bizga keldi. U bizga hujum qilmay qolami? Shunga u texmi kuchayib ketguncha oldi bilan biz o'zimiz qo'l silib, uni ujuqtirib etishimiz kerak. Xonzoda kuchlik darhol mo'misining tashabbusiga ovoz qo'shdi. Temujin biz uchun yoshirin xavf. Hech bo'lmaganda ularning ot yilqa, qilich sadoqlarini bulab kelayli. Oxiri Toyanxonmu dastlabki ehtiyotchanligini bir chetga qo'yib qo'yib, ko'pchilikning tashabbusiga qo'shildi. Amisi shundoq bo'lsin. Kun chiqish tarafdagi Mo'ng'ullar Temujinning boshchiligida shunchalik quturib ketgan bo'lsa, biz ularning adibini berib qo'yayli. Ular o'q sadoqlari bilan hayvi qilib, peshqadam Van xonni o'limga majburlabdi. Temujin har qachon xon bo'lish ko'ydi yurdi. O'ylab baqsam, oqsoqollar to'g'ri aytdi. Ko'kki kunmi yolg'iz, oymi yolg'iz. Yer yuzida qandoqsiga 2 xon bo'lsin. 2 qo'shqarning beshi bir qozonga sig'maydi. Biz berib, u Mo'ng'ullarni beqindirib kelayli. Xon ana Gurbasuxon o'g'lining g'ayratga kelib, mushundoq keskin qaror chiqarganligidan so'yinib kulimsiradi. Ularni beqindirgandan keyin bu yerga yaqin yo'latmanglar.
Ularni bu yerda nima qilamiz? Top buraydigan eski chopan sesiq Mo'ng'ullar ko'zimizdan qancha yiroq tursa, shuncha yaxshi. Agar chiroyli qiz cho'kalari bo'lsa, akilinglar. Ularning put-qo'llarini pokiz yuvib tozlatib, kolu qo'ylarimizni sog'diraylik. Xonzoda kuchlik xushal bo'lib o'rnidan dast turdi. Do'stim Jamoqaga bu xush xabarni yetkazay. Uning Mo'ng'ullari bizga qo'shilib, kun chiqishdagi shu Mo'ng'ullarni bostirishga otlanadi. Jamoqa mushundaq fursatni kutib taq bo'lyotidi. Yurish qilish vaqtini ayrim bekitayli, dedi Toyanxon. Kengash oyoqlashdi. Ko'pchilik tarqaldi. 7-bob. 9 quyruqliq oq bayroq. Milodiya 1204-yili Atiyos. Oltoyning tog' va yoyloqlari yeshillikqa purkinishga boshladi. Jilg'ilarda so'zuk suvlar toshdan toshqa sakrab, sho'x o'ynoqlab oqmoqda edi. Tiniq osmonda momuqdek oppoq bulutlar larzon uzib yuratdi. O'rmonlardan turli uchar qushlarning bas-basta sayrg'an sadolari kelib turadi. Ushtumtut oshu qushlar sadosiga to'lgan oq qiyin o'rmonliqidan ikki chavandoz otlarni sho'x yo'rg'ilatib chiqib keldi. Süpsüzük tog' suyida etini so'g'irayotgan To'xtamish ularni ko'rib, xushalliqida qo'lini pulanglatib varqirdi. Hoy, Tarlan, bu yoqqa kelinglar. Chavandozlarmi uni ko'rdi va otlarni choptirib yetib keldi. Ularning biri Tarlan, yana biri uning ayoli Oysulu edi. O'qurmanlarga shuni ma'lum qilishga ulgurmadikki, İdiqu tavaligidagi Sulmi shahridan musofir bo'lib chiqib qolgan Tarlan Oltoy yoyloqlariga kelgandan keyin ishki mag'zi qip-qizil olmadak oshu Oysul ismlik po'ndilak qizga oshiq bo'lib qolgan edi. Ustozi Tata To'ng'aning elchi bo'lib orada mengishi bilan yigit qiz 2 oyning oldidagi yer zaminni oq qor, ko'k muz qoplagan qish kunlarining birida to'y qilgan edi. Tarlan shuningdan beri qiynonasining xizmatini qilib, mana amdi oshu mehri o'tliq ayolini elib qaytib kelgan edi. Tarlan otdan tushib, To'xtamish bilan quchoqlashib ko'rishdi. Yangi kelinmo otdan tushdi va tortinibgina kulimsirgan holda To'xtamishga egilib salom berdi. Qut bo'lsin. Deydi To'xtamish ularning har ikkisiga xushal xuramliq bilan kulib qarab. Endi ustozimizga salom berishga borayli, dedi Tarlan. Ustoz Tata To'ng'a uchaylarni o'zining kigiz uyida qizg'in qutluqladi. Ular go'sht yeb, sho'rp ichib, bir vaqt tomoqda birga bo'ldi. Orda ichida qanday yangiliklar bor? deb so'radi Tarlan ustozidan. Tata To'ng'a ikki shogirdiga xiyolchan ko'zlari bilan qarab, kichikgina sukut qilgandan keyin ovozini pasaytib so'zladi. Ko'z oldimizda ahvol jiddiylashib qoldi. Cho'ng bo'ron chapqunning shapisi kelyotidi. Toyanxon kun chiqishdagi Mo'ng'ullar bilan urush qilish qarorini qabul qildi. Bu yerda turayotgan Jamoqami kun chiqishdan kelgan Mo'ng'ulga, dedi To'xtamish. Shundoq. Shu Jamoqa uzoqdan buyon Toyanxonni kun chiqishga yurish qilishga da'vat qilib kelgan. Oxir shuning ko'ngildagidek ish bo'lyotidi, deb javob berdi Tata To'ng'a. Jamoqa nima uchun unda qiladi? Tata To'ng'a ikki shogirdiga ko'ngil qo'yib tushuntirdi. Kun chiqishda Temujin degan bir botir Mo'ng'ul qabillarini birlikka keltiribdi. Jamoqa ilgari shu Temujin bilan yaqin do'st edi. Lekin u Temujin bilan dushmanlashib qopti. Nima uchun? deb so'radi Tarlan. Kim bilsin, yayloqdagi ustunlik talashish majralarida bundaq ahvollar ko'p ko'riladi. Balkim Jamoqa Temujinning rahbarligini qabul qilishni xohlamagandir. Shuningdan keyin qanday bo'pti? so'radi To'xtamish. Jamoqa Temujinni yo'qotish qasdida To'g'rul Xon Vang bilan til biriktiribdi. To'g'rul Vang Xon degan kim? U Karay qabilasining sardori edi. Aslida Temujinning marhum otasi Yasukay Batur oshu Vang Xon bilan yaqin do'st bo'lgan ekan. Keyingi vaqtlarda Temujin uni ota o'rnida ko'rib, quyuq munosabatda bo'lib kelgan ekan.
Van xonmi Temujin bilan Jamuqani o'z o'g'illarida ko'rib, ular bilan yaqin o'tgan ekan. Keyin ular azorlashib qopdimi? Keyin Van xonmi Temujinning yayloqdagi cho'ng huquqni egilishiga chidamay qopdi. Van xon degan qandoq gap? Van deganning ma'nosi nima? Van degan so'z Jin sulolasi xalqining tilida Xaqon degan ma'noni bildiradi. Jin sulolasi tatarlar bilan uzoq tirkishib, qonliq janglarni qilib, ularni bo'ysundira olmagan. Keyin Jin sulolasining Xaqoni bir vazirni Karay eliga elchilikka avatdi. Shuning bilan Jin sulolasi bilan Karaylar tatarlarga qarshi ittifoq tuzdi. Temujinning otasini tatarlar zaharlab o'ltirayotgan bo'lg'ashqa, Temujinmi tatarlardan o'ch ilishni ko'ngliga pukib yuratdi. Shunga umi Van xonning chaqirig'iga ovoz qo'shib, tatarlarga qarshi bu ittifoqqa qatnashdi. Hal qilg'uch jangda oxir tatarlar tarmar bo'ldi. Jin sulolasining vaziri bu g'albidan xushal bo'lib, Karaylarning To'g'rul xoniga Van degan yuqori martaba nomini taqdim qildi. Shuning bilan u Van xon deb atiladigan bo'ldi. Shuningdan keyin Jamuqa bilan Van xon birlashib Temujinga hujum qo'zg'abdimi? Shundoq. Urushning natijasi qanday bo'ldi? Temujin g'alaba qozonibdi. Shuning bilan Jamuqa Oltayga qochib keldi. Van xonchi uni bu yoqqa kelgan ekan. Yo'lda chorlab yurgan Nayman cheriklari uni tunimay o'ltirib tashlabdi. Demak, endi Jamuqa Naymanlarning yordami bilan Temujindan o'sh olmoqchi ekanda? Shundoq. Jamuqa bu yerga kelgandan keyin Tayan xonga ko'p qitim bu haqda talab qo'ydi. Tayan xonning asli urush qilg'usi yo'q edi. Lekin xonzoda kuchlik va xon jamiyatining mo'tivarlari Jamuqaning tarbiyani elib, oxir Tayan xonni qo'shin tortishga ma'qul keltirdi. Amsa urush qachon boshlandi? Tayan xon yanada ehtiyotchan bo'lib, Temujin bilan tirkishib turayotgan O'ng'ut qabilasining xoniga elchi avatdi. Elchilar texi tunugin yurib ketdi. Qo'shin tortish vaqti shu elchilar qaytib kelgandan keyin bekitildi. O'ng'ut qabilasining makoni Sadichin sepillarga yaqin joylardagi yayloqlarda bo'lib, Oltaydan ancha yiroq emas edi. Tog' dalalar yeshillikqa purkinib, yayloqlar ovotlashgan atiyas kunlarining birida Tayan xonning elchilari O'ng'ut xoni Oluqushning oqkikis uyiga kirib ta'zim bajo keltirdi. Oluqush xon Nayman elchilarini qo'y so'yib kutib oldi. Bosh elchi chosi shakilli qizil tamg'a besilgan Tayan xonning maxfiy betikini O'ng'ut xoniga qo'shqo'llab uzatdi. Oluqush xon Uyg'ur yeziqida qora siyoh bilan yuqoridan tuvanga qaratib yezilgan betikni qo'liga elib qarab baqqandan keyin yana bosh elchiga qaytirib berdi. Bundoq betikni men o'qiy olmayman. O'zing o'qib bergin, dedi u. Bosh elchi betikni qo'liga elib darhol o'rnidan turdi. Va Buyuk Xaqonning tamg'isi besilgan bu qilin seriq qog'ozni ko'ksiga va peshonasiga tekkizib, betik egasiga hurmat bildirgandan keyin har bir so'zini dona-dona chiqarib, alohida saltanatlik ohangda o'qidi. Menki qudratli Nayman ilining Xaqoni Oltayliq Tayan xon bo'lurman. Botir O'ng'ut xalqining shavkatlik doyisi Buyuk Oluqush xonga oliy ehtirom bilan salom yo'llayman. Bizlar Naymanlar va sizlar O'ng'utlar yayloq makonlarimiz tutishib turadigan yaqin qo'shnilarmiz. Tog' suvlari alvak, o't cho'plarimiz buliq bo'lsa, sizlarmi ham bizlarmi yilqi podlarimizni biqib samirtib, boyashachilikda ko'klab yashaymiz. Navoda bu tutash yayloqlarimiz jut bosadigan bo'lsa, sizlarmi ham bizlarmi qiyin ahvolda qolamiz. Agarki qorni yomon yovuz dushmanlar bu yayloqlarga ko'z qizartib niyatini buzsa, sizlarmi ham bizlarmi xavf ostida qolamiz. Hozir kun chiqish tarafda bizning bu yayloqlarimizga, yilqi podlarimizga, al puhrolarimizga och ko'zlik bilan ko'z tikayotgan bir qism Mo'ng'ullar bor deb anglayman. Shu Mo'ng'ullarning atamoni Temujin qadimiy yetganligi hamma qabila toiflarni beqindirish qasdida bo'lmoqda. Siz shavkatlik Oluqush xon o'ng qo'l bo'lib otlansangiz, men mushu yerdan so'l qo'l bo'lib otlanib, shu Mo'ng'ullarning dakkisini berib, o'q sadoqlarini
ot uloqlarni bulab kelayli. Onğut hükümdari Nayman Xaqanining bu chaqirqidan vaqif bo'lgandan keyin cho'nqur o'yga patdi. Beshini töven silib, xeyli uzoqcha pushildab o'ltirgandan keyin sanab olgudek shalong soqolini to'mtaq barmoqlari bilan tatilashtirib, yog'ochning yeriqidek qiysiq ko'zlarini Nayman elchisiga qaratdi. Men oqsoqol to'rlarim bilan kengashgandan keyin Toyan xonga elchi avatiman, dedi u. Halbuki Nayman elchilar Oltoyga qaytib kelgandan keyin Olqush o'z elchilarini Toyan xonga emas, balki Temuchinga avatdi. Bu kunlarda Temuchin o'zining no'yon va cheriklari bilan birlikda dalalarda ot choptirib, ko'ndirilgan burgut va qarchig'larni qo'yib berib, ovlab yuratdi. Onğut elchilari uni izlab, ana shu ov bo'layotgan dalaga bordi. Temuchin o'tloqqa selingan oq kigizda choza qurib o'ltirib elchilarni qabul qildi. Olqushning bosh elchisi Tatar, Markit, Karaydak kuchli qabilalarni yengib va yana nurg'ulg'an cho'ng-kichik urug' toifalarni o'z bayrog'i ostiga birlashtirib, donq chiqargan bu Mo'ng'ul amaldorining qovul basti va surlik chiroyiga qarab huduqib qoldi. Shundaqdimi u o'zini tutib elib, kelishdagi muddasini bayon qildi. Naymanlarning Toyan xoni sizlarni taram-tarash qilmoqchi bo'lib, bizning xo'jimiz Olqush Xaqonni o'ng qo'l bo'lib berishga undab elchi avatibdi. Lekin bizning xo'jimiz undimidi, hamda sizlarni xabarlantirib qo'yish uchun bizlarni elchilikka avatdi. Naymanlardan paxas bo'lg'aysizlar. Temuchin Onğut elchilariga iltifot ko'rsatib, ularni jaran, bo'kan go'shtlari va may sharob bilan mehmon qildi. Elchilar 3-4 kungacha orom elib, mehmon bo'lib qaytgandan keyin Temuchin o'zining no'yonlarini yig'ib, Naymanlarga qandoq taqobil turish to'g'risida maslahatlashdi. Bir qism no'yonlar besh qitib orisaldi bo'ldi. Hozir texi atiyas pasli o'tib ketmadi. Otlarimiz o'roq, yurish qilsak qiynalib qolarmizmi? deyishdi ular. Yana bir qism no'yonlarning qiyni qizib, ko'zidan o't chaqnadi. Otlarimiz o'roq deb qarab o'ltirmayli. Yaxshi baqilgan simiz otlarimiz baba. Moshunda xabar kelsa, yana qo'l qo'shtirib qarab turamizmi? deyishdi ular. Temuchinning inisi Balgutay hammadan bakrak qaynab ketdi. Naymanlar bizning o'q sadoqlarimizda bo'lmoqchi bo'lishibdi. Tirik turib o'q sadoqlarimizda tatqizib qo'ysak, yana yashab nima qilamiz? Otimiz o'g'il deb topgan ekan, o'lsakmi qilish va nayzimizni chin tutib, o'q sadoqlarimiz bilan birga yotqinimiz afzal. Naymanlar elimiz cho'ng, odamlarimiz ko'p deb bizga aybi qilyapti. Biz ularga fursat bermayli. Oldi bilan o'zimiz qo'l silib hujum qilayli. Darhol otlanayli. Ularning uyur yiliqlarini haydab kelayli. Ularning o'y, o'rdilarini tortib olayli. Ularning tog'lariga qichib ketgan odamlarni tutib kelib, o'zimizga al qilayli. Ular hayvi qilgan ekan, yana nimani saqlab turamiz? Tezda hujum qiltayli. Ko'pchilik Balgutayning bu chaqirqiga ovoz qo'shdi. Temuchin Naymanlarga oldin qo'l silib, urush boshlashni qaror qildi. Shuning bilan hammaylar o'din qaytdi. Temuchin Qalqa daryosining bo'yidagi Kaltagay qado degan yerga kelgandan keyin odamlarining sonini elib, qo'shinini tartibga selishga kirishib ketdi. Shamollar qo'yning targ'oq so'ngida pol selib, choshqon yili bosh yozning 16-kunini qutlug' kun deb tanlashdi. Shu kuni saharda ot va to'ygilar bo'g'izlanib, Mo'ng'ullarning 9 quyruqliq ot bayrog'iga atab nazir berildi. Qo'tos terisida yasalgan yo'g'on dumboqlar hayvat bilan gumbirladi. Temuchin tanho o'zi egiz tog' cho'qqisiga chiqib, sharqdan ko'tarilib chiqayotgan nurli quyoshga nazar tashladi. Ajoyib to'lqinliq, sirliq ta'sirot uning qalbini larzaga solmoqda edi. Temuchin hozir Mo'ng'ullarning zo'r qo'shiniga qo'mondonlik qilib, Oltoy tog'larini makon qilgan qudratli bir toifa bilan hayot-mamotlik jangga otlanish oldida turmoqda. Bu jangning natijasi qandoq bo'la? Naymanlar yeri kang, odami ko'p, madaniyatlik al. Ularning mo'tivarlari Mo'ng'ullarni sisiq yavoylar deb mansitmaydi. Mana men Mo'ng'ullarning qanday xalq ekanligini ularga tunutib qo'yaman. dedi Temuchin o'z ichida.
Biroq Mo'ng'ullarning beshida ko'yiyotgan o'tlarmi oz emas edi. Kunchiqish tarafda hashamatlik Jungdu shahrini ostona qilgan qudratlik Jin sulolasi Mo'ng'ul qabilalariga xirs qilmoqda. Ediqut va Noymon allaridan tortib Mo'ng'ul yayloqlargacha chegirlarni tutashtirgan tong'utlar bilan bo'lgan cho'ng-kichik urush, to'qinishlarning oyig'i uzilmayotdi. Mana endi Noymonlar bilan dushmanlashadigan jiddiy vaziyat shakllandi. Temujinning tong quyoshiga yuzlangan qovul basti tog' cho'qqisida xuddi yigona qarag'oydek midir-sidir qilmay tik turadi. Izg'irin tog' shamoli uning shalong o'sgan soqol burutlarini yelpitadi. Uning qiyshiq ko'zlari go'yoki quyoshning nerisidagi oliqandoq g'oyibiy manzillarni ko'rayotgandek tuyuladi. Tog' etikida sap tortib, qator-qator tizilgan Mo'ng'ul qo'shuni o'zlarining tog' cho'qqisida turgan yo'lboshchisiga cho'nqur sukunat ichida qarab turadi. Mana Temujin tizlirg'icha tushadigan to'ni ustidan bog'langan tasma balvig'ini yeshib bo'yniga soldi. Oq molxiyini qo'liga elib, toqir beshini yalang'ochladi. Ondan tizlanib o'ltirib, ufuqdan o'rlab chiqayotgan qizil quyoshga kayni-kaynidan 9 qitim sajda qildi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar.